Dada, No'ruz bayrami degan qandaq bayram? Oğlum, No'ruz bayrami Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, Tojik, O'zbek, Tatar qatorliq millatlarning an'anaviy bahor bayrami. Har yili 3-oyning 21-kuni kun bilan tun tanglishidir. Bu qish faslining oxirlashib, bahor faslining boshlanganligini derak berdi. Ajdodlarimiz mana mushu kunni No'ruz bayram qilib, turli an'anaviy faoliyatlar bilan tabriklab, tantana qilib kelgan o'g'lim. Tushundim dada. Geldi, bahar geldi, kendaneler yasandı. No'ruz geldi, bahar geldi, kendaneler yasandı. Ayak olma kalıplar sağ, yigit işyon ve badardır. Ayak olma kalıplar sağ, yigit işyon ve badardır. Bahar ne çılgın No'ruz, hayat ne gülleyen No'ruz. Bahar ne çılgın No'ruz, hayat ne gülleyen No'ruz. Muhabbet hem inanlıklı, yürekten köyleyen No'ruz. Muhabbet hem inanlıklı, yürekten köyleyen No'ruz. Bayramlık toplu yediniz, yüzüğünü de iş yaptı ya. Hadi yok, Mıray'ın kıyamet yaraş, 10 yaş yaşını hadi bu ne
Assalomu alaykum, hurmatli otalar, onalar. No'ruz bayramimizga qutlug' bo'lg'ay. Bugun ajdodlarimizdan bizga udum qolgan sizlar otalarimiz, onalarimiz bizga yetkizgan qutlug' No'ruz bayram kuni. Bugun Miroj shirkati bizning ajdodlarimizdan qolgan isil en qadimiy bayramimizni otalarımızga, onalarımızga başlardan nurgun ıssiq soğuklarını ötküzüp bizgiçe bu bayramını yetkizgen atalarga, analarga No'ruz bayramlık dastan saldı. Rahmet. Biz bayramımızda bugün peşqadam el söygen hürmetlik Ustaz sanatkar Abduz Şakir akimizning bayramlık so'g'isi bilan boshlaymiz. Marhamat. Miskin yetimlerge hemşe şefkat kıt ki nefsin rahitini de lekin kılma cevapalıklı tefekkür bunun bilen hayatın kelgisin uylan temaklar gertenlikni gadadin vay gadadin evliyalıkni Kader deryasında yüzler kırık bu heval Kavgalık Nigarın izdigen kakti çıkaysı Güzardan Kızı kerdem bağlığın elge Muhabbet aşinalıkni Hayal derdi Muhabbet aşinalıkni
barda ya hasidi ade derdi sen beni dostum haydi sen oldu peşinde bir zaman oldu vay peşinde zaman oldu hasret çekersen her zaman ağrıydım gölgeli dostlar kilit Canım Allah bir zaman azad kılsın ya Bugünkü kutluk bayramımızın mübarek dostluğunu sağan himmet ilgilileri Miraç şirketinin sahipxanlarını ben mehmanlarga tanıştırmakçı. Qani merhamet. Miraç şirketinin kurgucusu, baş nazaretçisi Abduzahir Hacim. Miraç şirketinin baş direktörü Kerim Mahmut Hacı. Miraç şirketinin kanuni vekili Hul sağıcısı Abdurrışit Hacım. Miraç şirketininki iqtisodga mas'ul Hul sağıcılardan biri Abduveli Hacım. Miraç şirketinin kündülük başqurish ishlariga mas'ul direktori Mirahmet Hacım. Miraç şirketinin ishxona mudiri Minavvar Xanim. Miraç şirketinin keyinki izbasarlari Ahmetcan Hacım.
Yani bir izbasari Rahmetullah hacım. Biz Miraç şirketiga mushundaq No'ruzlik dasturxonni mushundaq jamoat arboblari bizga yo'l ichib bugungi ulab kelgichi adiblarimiz, san'atkorlarimiz, olimlarimizga davomliq dasturxonning kengri, davomliq bayramlik dasturxon choylarini tayyor qilib turishini qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Hamda Miraç şirketining baş nazoratchisi Abduzahir hacım o'zining olimlarimiz, jamoat arboblarimiz, otalarimiz, onallarimizga deydigan bir ikki qiz so'zi bor ekan. Marhamat. Muhtaram Miraç'ning aziz mehmonlari, men so'z qilishdan burun mush yemek-ichmek sohasida qo'zg'alish xarakterlik ta'sir ko'rsatgan Kerim Mahmudni birinchi qatim so'z taklif qilaman. Assalomu alaykum. Bugun musorinimizga ulug' qadamlarini aymay besib kelgan ustoz, ota, onalar. So'rinni o'rinlashtirganda men mayada bo'lmaganligim uchun men bu yerga akşam yetib keldim. Şuna men chaqirilgan mehmonning 60 yoshdan oshgan o'z davrida millatga ruhi uzuq bergan va alayda to'hfa ko'rsatgan. Hozir damilayotgan odamni asos qilib hech qanday to'ltusini olmagan. Muhabbat va ularga bizningki rahmat etishni asos qilgan bir so'rin tuzilganlikdan men o'zim Malayziyada edim, ishlar bilan mushu shirkatning ishlari bilan shu yerda ulab qolgan. Shunga mushu so'ringa akşam yetib keldim. Bugun men mushu so'rinda aqasinglar bilan bir dida ko'rishishga nisb bo'libdi. Mushu munosabat bilan men o'zimni bir tushuntirib o'tmoqchi. Men o'zim qusqimda to'la umuchim yo'q. Ama to'limi ta'lilik adam. Men o'zim mush Miraç shirkatininki qurg'uvchisi. Ama men o'zim qurgan bilan deslab Miraç shirkati Enjir tiztamoqxonasidan boshlangan. Men Enjir tiztamoqxonasidan ta hozirgi Miraçni qurg'ucha uyan tomashadekli qurib kelgan adam. Chunki har qatim bir ish qilaman deb o'tirg'i chiqsam nurg'un alog'ina birodarlar masalan Enjirning qurilishida deslab quriladi Muxtar Bug'ra, Ablekim Kelkun, Axtam Umar, Zajidbandagi Anvarlar maslahat qilib qurilib qolgan. Men uchun mana narsani qurish nihoyat osonga to'xtagan, ta'lim bo'lganlik uchun. Shuning bilan Enjirdan boshlab hozirga kelguncha 10 yil bo'ldi. Keyin Miraç yemek-ichmek shirkatini qurib, biz shu do'stlik do'konini boshlaganda endi bu do'stlik do'koniga ketgan pul ba'zanlar bilishinglar mumkin, ba'zanlar bilmasliginglar mumkin. 25 million pul bilan 120 qo'l hunar san'at ustozlarininki 3,5 yillik qon terida bitib chiqqan. Shunga ma Uyg'urlarning azaldan mush gipi emas, ma pul topmoq oson, tutmoq tez deb. Mush shirkatni, mush do'konni boshlaganda mush kichkidan tortib pul tepishga eng moyir bizning dadam onamlardan tortib danglaydigan Abdurishtojikam, ham pul topa oladigan, ham pul tuta oladigan Abdurishtojikam Damillamninki aksi. Mush odamninki alayda cho'ng hayotda topgan mablag'ini menga aymay berishi bilan Abdurishtojikamlar at cho'ng diniy zot bo'lganlik uchun Ahmet Xetivajim degan cho'ng oilaninki navralari Velirajikam dadamning jonjigar do'sti Abdurishtojikamning o'g'li. Demak, dadam va bu Velirajikamning dadasi Zahir Damillamning dadasi Hacı Mehmet Qarajikam, Abdurishtojikamning cho'ng dadasi Ahmet Xetivajimlar hech nimani ayashmaydigan, bisi-bisiga hurmat sazovar bilan kelgan qon qarindoshlar. Mush do'konni qurish uchun
mush odamlarning mablag'ini asos qilib Uyg'urlarning milliy madaniyat, büzekçilik, yemek içmeklik, asarat yıkılarını jenimizning yetişçe muşu biz bilmegendan keyin biladigan adamlarning maslahatini elib bugungi muşu Miraj yemek içmek ordusini qurib chiqishga mush adamlar alayida asosli kuchni chiqargan. Mening hozirmi chet ellarda xotirjam 2 oylab, yillab yana boshqa ishlarni yo'l etishga aqtuvrik bo'lib, mening mishadan xotirjam qilib, kang-kangri qanotimni qo'yib berib, mush butun eg'i yukni zimmasiga elib olgan Abdurishtajikam, Velrajikam, Zahir Damillamga mo alayda rahmat. Masalan, bugünkidek sorunni men urunlashtirishni o'ylagan bo'lsam-mo, mening iqtidorimda mana shuni qilolmayman. Şuna bu işni men Malayziyada anglab to'liq ta'sirlanib ketib, bugungi sorunning qurg'ichisi, loyilig'ichisi Abduzahir Damillam. Endi madamni men bir alayda tunishtiraman. Endi asosiy jihatdan mush anni va so'zlarning cho'ng rahmati bu adamga. Bu adam o'zi mendan kichik. Meningki bola eg'inam. Endi meningki ustozim. Bu adam bizning ma'vo ochgan sistemalik maktablarimizda menga o'xshab faqatla o'qimagan bo'lsa-mo, o'zi o'qib, 7 tilni ona tildek biladigan olim adam bu. Bu adamning o'qigan maktablari mamlakatimizda sanig'in bo'lmasa-mo, endi Angliya, Misr, mush o'tir sharqlarda alayda ko'zga ko'ringandek bilim egallagan bala alim. Şuna muşa adam hamda mush haqasınlığa bir yüzünü bir tunuşturup haqasınlığa 2 qiz gap qilib berishini men talab qilaman. Çoğan gapning asosi ko'p qismini Kerimkam deb o'tdi yuqorida. Faqat men tuvanda mehmonlarimizga bo'lgan samimiy salomimni deyishdan cheklanaman. Assalomu alaykum hurmatli qadrdon otalar va peshqadam ustozlar. Mehri cho'nqur kuyimchan onalar va xonimlar. Bugun ko'klam elchisi bo'lgan Navro'z bayrami munosabati bilan cho'nqur istaklarga to'lib, yiroqni yiroq ko'may bu oddiy sorunimizni qadam tashrif qilib, ko'ngil shodligimizga shodlik qo'shgan aziz mehmonlar. Men Miraj yemek-içmek asdarlik shirkati nomidan hammanglarning qutlug' Navro'z bayraminglarni tabriklayman va sizlarga cho'nqur oliy ehtirom bildiraman. Bundan birga yana milliy madaniyat tariximizning keyingi bu 60 yillik musofasini xilma-xil shalliq ijodiyat natijalari bilan bezab o'tib, amdilikda shu yillarning tirik guvohchilari bo'lishdek sharafni saqlab kelayotgan. Hamda madaniyat qurilishimizning bugungi varislari uchun bir tirik obraz bo'lib kelayotgan. Yuqoridagi peshqadam namoyandalarni oddiy bo'lsa-mu o'zining qalbidagi sizlarga bo'lgan cho'nqur ehtiromini bildirishini o'ziga eng aqalli farzandlik majburiyat deb bilib, madaniyat qo'rg'onlarimizning har biringlardek posiballarini bugünkidek bir şekilde o'zaro didorlashib maqsadida bir dasturxonga yig'ishni o'ziga xos bir ma'noga ega to'liq ahamiyatli bir ish deb tunib, ko'pchilikni oddiy bo'lsa-mu bugünkidek sorunni tayyorlagan Miraj yemek-içmek asdarlik shirkatidagi barliq rahbarlar va barliq ish xizmatchilarining hammalarining Navro'z bayrami qutlug' bo'lsin. Bugünkidek ma'noda xosiyatli sorunning kun tartibini o'zimizning shaxsiy arzu-armonlari, boshqa ko'z qarashlarimizni deb buzmasligimiz uchun, mas'ulning ahamiyatini taqimi o'z ifodasini toptirish uchun men mushunlar gap qilmayman. Jiroqdan kelgan ustoz peshqadam olimlarimiz va har sohaning umumiy hayotida natija yaratgan peshqadam ustozlarimiz va shularning so'zini anglab, sorunimizning ahamiyatini oshirsak. Mening gapim shundan tamom. Hamda el söygen söyümlük sanatkarımız Abdurrahim Hayit Efendi'ni
No'ruzimizga atab bir naqsh aytib berishga taklif qilamiz. Marhamat. Cahan rena leriçre bilimdek bir güzel yar bilim dil özgü tutkan yar bulur gayda bar yok. Girip nefsimni keynige bilimdin öz giyar tutsam Düşümga kel sibir küller Uçakda sen kebi har yok. Feragat iz desem asla bilimdin öz giyar tutma senin kadrin ni saklaşta bilimdek yakşı hemkar yok. Kara kaşlı tılın aylar sana bir net çıkı hemrah. Eğer sen pudun ayrılsan şu an taşlaydı hiç ar yok. Mal kılma felek niher kaçan bektin geçer gelmez bir gün baya etsen de git gaday yok belki kazdar yok. Leritre bilimdek bir güzel yar yok. Bilimdin özgü tutkan yar bulur gayda bar yok. Bilimdek bir güzel yar yok. Assalomu alaykum muhtaram otalar, onalar. Bizning dunyo e'tirof qilgan ustoz san'atkorimiz xalqaroliq rassom G'ozi Ahmad akani Miroj shirkatiga o'zining No'ruzlik sovg'asini taqdim qilishga taklif qilaylik. Marhamat.
alaykum, muhtaram bugungi so'ringa qadam tashrif qilgan mehmonlar. Shuningdek, Miraj yemak-ichmak hassadorlik shirkatining qurg'uvchilari, hojimlar, yaxshimisizlar? Men bugun Miraj yemak-ichmak hassadorlik shirkatining mehmonlarga salgan katta dasqindan foydalanib, bugungi bu so'ringa ishtirok qilgan mehmonlarning, shuningdek bu şirketning barliq kelishi uchun qon terini singdirgan hojimlarning Navro'z bayramini qizg'in tabriklayman. Bu o'rinning Uyg'ur xalqining an'anaviy binokorlik san'atidan eng munavvar o'rnaklarni elib, shundoq go'zal zinnatlanganligi, shuningdek buningga xalqimizning hunar san'at o'rnaklari, uning nusxalarini muzi holatga keltirganligini ko'rib, huzurlanib o'tdim. Ham buningga aql farosat ishlatgan bu hojimlarga ofirin o'qib, chin ko'nglimdan rahmat aytib o'tdim. Men faqat tunugun bu faoliyatning bo'lganligidan xabar topdim. Endi men quruq qo'l kelishga azroq uyaldim. Cho'ngroq bir narsa olib kelishga vaqt yor bermadi. Shuning uchun men bir parcha o'zimning o'z qo'lim bilan yozgan husn xatni olib keldim. Bu mening bir ko'ngil so'g'am, qabul qilishinglarni o'tinaman. Bu husn xatga yozilgan arabcha so'z bo'lib, al-mat'amul islomiy degan so'z. Buning uyg'urcha ma'nosi islom taomlari degan gap. Men imzo qo'yib tamg'amni bosdim. Men ishinaman, hojimlarning halol emgaki bilan topgan iqtisodini sarf qilib, bundaq katta bir shirkatni qurganligiga qaraganda bu cho'qim rivoj topadi. Bundan keyin taxmo taraqqiy qildiganligiga ishinaman. Rahmat ko'pchilikka. Endi bizning katta olimlarimizdan birisi, muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni ana tilimizda bizga yetkazib bergichi ustozimiz Muhammad Salih Qarajim ustozimizni ikki kalima so'zlab berishga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetli sorun ehli. Biz bugün Navro'z bayramını ötküzüp münasebeti bilen bu Miraç şirketininki orduska yığılıp cem bulup oturttumuz. Miraç şirketininki bu sarayı bizninki mimarchilik san'atimizningki eng isil namunalarini tarkib topgan bo'lib, bu qurilishninki qad ko'tarib maydonga chiqishi bizninki naqqoshchilik, mimarchilik san'atimizni yana alayda yuqori bir seviyeyi ko'targan bo'ldi. Bu münasebet bilen Miraç şirketinin xo'jayinlari bizninki burunqi an'analarimiz bo'yicha mushu o'rdak atab bir arab she'r yozib berishimni, buni o'zimizninki an'anasi bo'yicha naqsh bilan o'rninki tomlarga uyup chiqdiganligini aytgan edim. Men bu sorunda arab she'r yozib o'qishning toza munosib emas ekanligini aytib o'zi bayon qilgandan keyin shirkat xo'jayinlari
xalqaro so'rinlarda, podshohning o'rdanlarida arab shiriz o'qiysan. Bizning bu yerdagi o'rnimiz san kichik kelib qolamdi degan chaqchaq so'zlari meni bu ularning o'tinishni qayta o'yinlashga majbur qildi. Demakchilardan bizningki tarixiy, an'anaviy qurilishimizni nazarda tashladigan bo'lsak, mashhur, dangdar imoratlarninki keyingilarga o'rnak bit saqlab qolish uchun, tunishtirish uchun ularga naqsh bilan ba'zi arabcha, farscha she'rlarni yozib qoldirilgan. Shundaq bo'lganlik uchunmi bu qurilishga shundaq she'rlarning yozilishini uyg'un deb qarayman. Masalan, Oppoq xo'janing bozoridan oldigan bo'lsak, cho'ng darvozasidan kirgandan keyin ko'z oldimizdagi qabriga yozilgan mundaq farz she'r bor. بمعشوقي بدو اندر جهان طاق مقامي عاشقي را هم شدو جفت بگوشی دل رسد از هاتفی غیب که تاریخی وفاتش را خدا گفت. موشیدن Oppoq xo'janing kelaqi bino bo'lgan, ya'ni Oppoq xo'janing o'lgan vaqtning tarixi abjaddan chiqarilgan. Bu sunatchi Zeynul Aimma mazari Zeynul Aimma degan Qashqarda bizningki o'z vaqtida o'tgan, tarixda o'tgan zo'r olim. Nurg'un asarlarni yozgan. Islom fiqhidagi Hidoyaning sharhi mashhur, Nihoyaning muallifi ana shu Zeynul Aimma. O'z vaqtida ilmiy asarlari bilan zo'r shuhrat qozongan bo'lib, bu zotningki ta'rif uchun ayni zamonninki bir adibi Zeynul A'immeti la zallet hidayetuhu sedden li idlali ye'cuci ve me'cuci artucu muhkaretul lakin binispetihi yecuzu lav bahetti dünya bi artuci degan şiirini yazıp kaldırgan. Bu şiirinin asas mezmuni Zeynul A'imme şunda bir zor alım ki bu adamninki yetekçiliki hidayet nurları mengu çaknap dursun. Artışı olsa küçük bir erzmesiye muş adamning otishliq bo'lishi bilan dunyo otish bilan faxrlansa arziydi degan mazmunda. Mundaq desam otishni maqtaydi ekan demanglar. Men tarixiy bir voqea so'zlash uchun tilga ilib o'tyapman. Lekin mening jutum otish xalqi hozir boshqa yer qaraganda fikrim ko'p meningki. Uni ayrim kishilarga da'vatman, bu so'zni demayman. Demak men jutparast emas demoqchi, jumonglar baya da'vat kelib qoldi. Shuningga mashhur bizning olim tarixda o'tganda Tecelli sohibninki yozgan bir qasidasi bor. İlal acemiyil birri hiccu fazalikum habibun radiyun vel humamul muyammamu deb boshlandi. Divan lug'at turkda mashhur olimlarninki nomi kamdan kam tilga ilinish bilan billa shoshda o'tgan bir olimninki alohida tilga ilinib uning nomi qoldirilgan. Buningga Surah Lutninki muallifi qarshi o'zininki Surah Lutni yozgan zaylida bu odamninki qabrini ziyorat qilgan vaqtda uning ustiga bir she'rninki yozib qoldirilganligini alohida tilga ilib o'tgan. Lamma hadartu huna li as'ala hajatan fajra Allah nafsi bi yumnil qali iftah li Allahumma qabla manahici biftuhi hadil alim al qaffali. Qaffali Shashi degan olimninki shu kumbiziga bu she'rni atab yozib naqshlar o'ydirilgan. Bu shu anilarga asosan buni mushu Mirojning o'rdisiningki bir xotir sifatida keyingilar qoldirish uchun bir yozilgan
Arap şiiri olup, bunu men ehli sorun aldı da okup bitey. قم حبيبي ننطلق كي نطربا أنا أحيانا أحب الطربا قصر معراج فريد مشرق وصفه يعيي جميع الخطبا بين عيني بدا القصر المهي بفإعظاما خلعت الجوربا صفة الأحباب طرا دعيت فاجتمعنا فقضينا المشربا أيها الزائر في ظل المنى أترى قصرا هنا أم ملعبا فلدى القصر وقفت حائرا وأجلت الطرف فيه معجبا وهو فرد في المباني كلها فجواد الحسن فيه ماكبا بالمباني كلما نزرته فتراه في المباني كوكبا نهر حسن القصر لم ينضب إن كان نهر الأرض يوما نضبا بجلال الصنع قد يمدحه كل ضيف عجما أو عربا فإذا ما جئت في أنحائه ذقت طعاما مشتهى مستعذبا في زوايا القصر يوما جالسا صرت أبكي لشباب غيبا أعجبتني يا خليلي ها هنا قولة الخدام لي يا مرحبا فبنت فتية من صفة القوم هم كانوا صراط نجبا قد أعادوا أحد أجداد لنا أحسن الصنع فنالوا المطلبا فكتبتم صفحة خالدة صفحة المعراج يبقى حقبا صاحب المعراج قد علمنا أن نرى الصنع أما وأبا صاحب المعراج قد علمنا أن نرى الصنع أما وأبا رجل صنع اليدين عندهم من جميع الناس أعلى رتبا صادت المعراج ترا لبسوا من تراث المجد ثوبا خشبا كل ما في القصر من أعجوبة قلمي لم يستطع أن يكتبا برحمة الله. Assalamu alaikum. Hürmetli ustazımız, kılşunaz, cemaat erbabımız, İmin Tursun Hacı Maksimizle iki kelime söz kıpırıştık kıpırımız. Merhaba. Esselamu Aleyküm Novruz ehli. Hemmelerinin Novruz yani yeni yılları mübarek boğay. Bu Novruz münasebeti bilen bugün bir yerde Keremcan Mahmut na çok sevaplık işini başlattı. Bunun Novruz'un kutluk bayram ikenligini bilgen Keremcan yılının beşide sevaplık iş kısa yılının ahırgıcı sevaplık tapıdı degen udumga bek rai kıgan. Şu münasebet bilen Şinjan'ın her caylarından kalem ehlinin vekillerini teklif kılıp bu Novruz bezmisini uyuşturuptu. Bunun için köp teşekkür. Allah rahmet kılayım. Cemaatke benim bir müracaatim var. Asli iki müracaatti, bir müracaat bir iki günlük Şinjan gezisi elan kılındı. Bizim Novruz bu yeni yıl bayramı. Yani dünyada her kaysi milletlerin her xil bayramları var, her xil yeni yılları var. Ama o bayramların tolusu yeni yılı din bilen münasebetlik, dini akidi bilen. Bizden Novruz olsa kadimki ağullarımız, yani ecdatlarımız köşmençi çarvıçılık hayatı yaşayan vaxtıda onundan keyin
dehqonchilikqa o'tgan vaqtida geografiyalik zona va astronomiyalik hodisalarni, tabiat qonuniyatini mo'lchallab turib, No'ruz vaqtini tayinlagan. Ya'ni qish oylaridan o't o'tib, yoz oylarida hamal kirish vaqtiga, ya'ni kun bilan tun tanglashgan chaqqa bu yozg'i turum deydi arabcha e'tidol. Mana shuni to'g'rilab 3-oyning 21-dan 22-si o'tar mezgil bu yangi yil o'rilgan vaqt deb kun tug'di deb at qo'ygan. Navro'zni 10-asrdan keyin Farislardan qabul qilgan. Bu meningcha hech qanday diniy aqida bilan munosabati yo'q. Mayli Yahudilarning yangi yili bo'lsin, u Musa payg'ambar Yahudilarni Misrdan sargardonlikdan ko'chirib kelgan vaqtidan boshlaydi. Nisoralar Aysa payg'ambarning mavludidan boshlaydi, shuni milodiy yili deydi. Undan keyin İslam qabulidan keyin hijrat yilini qabul qildik. Bu Hazreti Muhammad payg'ambar Makkadan Madinaga ko'chgan vaqtda hisoblangan. Bizning No'ruz hech qanday diniy aqida bilan munosabati yo'q. U chaqda men bay degandek tabiat hodisalari, ana yilning mushal soni, geografiyalik zona bo'yicha mo'lchallab shu yil vaqti belgilangan. Ya'ni geografiyalik zona jihatdan Sharqiy yarim sharning illiq balvoqda yashaydigan millatlar, jumladan Turkiy qabilalar va Farisiy millatlardan bo'lib 30 millat Navro'zni yangi yil qiladi. Ondan bizning bu No'ruz ishlab chiqarish bayrami. Shuning uchun bizning ko'nlar hut katman sepini tut, amal kirdi deydi. Bu dehqonchilikning boshlanganligidan derak beradi. Ondan martda butun malvaran bo'lib bu qo'y kala to'llaydigan vaqt. Ya'ni mart oyida. Chunki tabiat yashiradi, ko'klaydi, ko'kchop chiqadi. Mushu qonuniyatni bizning o'g'illarimiz pamlab, o'z zamonida yoz, qish deb ikki faslga, undan keyin osmon hodisalari bo'yicha oyni aniqlab chiqqan, undan keyin haftalarni. Shuning uchun bizning xalqimiz bu No'ruzni yangi yil bayrami qilib kelyapti. Bu aslida biz kichik vaqtida qabaq ko'ydaydi deydigan bu sovuq qo'llashning bir alomati edi. 38-yili Jallod Shinsay bu No'ruz o'tkazishni cheklab o'tgan. Shuningdan keyin bu No'ruz qilinmadi. Partiyamiz islohot va ishni echivitish siyosati yo'l qo'ygandan keyin xalq qoltidan qad ko'tarib 78-yildan boshlab No'ruzni aslidi. Shundan buyon No'ruz televiziya ekranlariga chiqdi, restoranlarga kirdi, mahallalarda o'tkazdi. Oldingi yili butun Shinjongda 17 hayda No'ruz o'tkazgan. Shuning uchun bu No'ruz faqat jamoat o'rtasida asli keldi, ammo hukumat apparatlari tarafidan rasmiy bayramda bekitilgan yo'q. Mening murojaatim shu so'ringa yig'ilgan jamoat mumkin bo'lsa Abdurollik xalq qulluqining dami komitetiga va siyosiy kengashning Abdurollik komitetiga bir murojaat sunishini iltimos qilaman. Hammalariga rahmat.
paydo bo'libdi bir g'oyib ona shirin tush ko'rdim tekli makonda paydo bo'libdi bir g'oyib ona kengri olamga tarab ketdi onun ovozi oltin ko'ldirma kengri olamga tarab ketdi onun ovozi oltin ko'ldirma o dedi kelmez ömür kar beni qaytib keldi ey lekin karvonlar qumning ustida qolmaydi izlar qumning ostidan parlar armonlar üstüde kalmaydı izler kumdun astidir parlar armağanlar Ümmit bağışlar seher kuyaşı şol çiçekler ey yavaş çiçek çağlap yatar yolgun zminni toğraqning suyi dava yurakka quchoqlab yatar yolg'on zaminni to'g'raqning suyi dava yurakka to'g'raqning suyi dava yurakka Ömercan rahmet. Allah tekrar rahmet. Şimdi anılarımızın vekili, bizning anılarımız içinden çıkan tilshunos alimimiz Amin G'appar xonimni ikki kalima so'z qilib berishga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetlik aziz mehmonlar, bugün medeniyetimizin nurluq bir türü bo'lgan No'ruz bayrami munosabati bilan bu yerga yig'ilib o'tiribmiz. Mushundaq bir yaxshi kunda, mushundaq bir qutlug' kunda
Haqqasыңızlar bilen birli bolganlygym üçün naýatly hoşalman. Muşu münasibet bilen barlyk mehmanlarny Noruz bayram münasibeti bilen tebriklayman. Şunun bilen birle bugünkü bu sorunu uyuşturgan Miraj şirketiga köpden köp rahmet eytimen. Bizning Noruz bayramımız uzun tarixqa, shuningdek keng cho'nqur ommavilikqa ega bo'lgan bir qutlug' bayramimiz. Uning xosiyatli taraflari intayin ko'p. Baya olimlarimiz bu jihatda ko'p to'xtaldi. Bugun hamda mushu sorunni uyushtirgan Miraj şirketi alayda birinchidan o'zlarining mushu şirketni gullantirib qo'lga kelgan natijalarini yo'ldoshlarga aytish bilan birga yo'ldoshlarning hammalarning me'morlarning Noruz bayramini ko'ngillik o'tkazish uchun mushtaq bir imkoniyatni yaratganligini aytdi. Biz mushundaq jur'atlik, shijoatlik şirket korxonchiligimizdan faxrlanamiz. Bugun mushu imoratda o'tirib ko'rdikki, birinchidan bu imorat rasmiy bizning an'anamiz bo'yicha, milliy uslub bo'yicha saylangan bir o'rda. Shuningdek, tamoqlarimiz bizning an'anaviy tamoqlarimizni asos qilgan mana bir mayli xalqaro bo'lsin, mayli o'z ichimizga bo'lsin, bir namuna ko'rsatadigan bir o'rin bo'libdi. Buningdan biz nihoyat xushal. Bugun Noruz bayramini xotirlaganda şirketni qurg'uvchilarga yanimi madad tilab, yanimi ishlarining o'ngishli bo'lishini, yanimi ro'naq tepishini tilaymiz, umid qilamiz. Shuningdek, bugungi so'rin qatnashuvchi me'morlarning hammasining salomat bo'lishini, ishlarining o'ngishli bo'lishini tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Bizning Noruz bayramimiz azaldan shoirlarimizning mushoirlari bilan o'zining ma'nosini topgan. Hamda ustoz shoirimiz Hacı Mirzoyit Kerim efendini sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Hürmetli ustoz, olim, adib, san'atkor do'stlar. Noruz mərkəsinin gül tacı bolğan xanım qızlar və Miraj şirketinin əzəmətləri. Mən uluq alim bolumuz Yusuf Sacib, Mahmud Qashqarining ana yurti bolğan Qashqar xalqının salamını ilib gəldim. Assalamu alaykum. Bizga Qashqarga yettimizga taklifnoma beribdi ekan. Bulardan shoir Tahir Talib, Ablat İsmail, Tursunbek İbrahim ve Fakir keldik. Hacı Ahmet Koltikin, Tursun Qadir, Ayşem Qayyumla selametligi yar bam geldik için kilemedi. Ularning qizg'in samimiy salomini yo'llayman. Hammalarining Navruz bayramiga muborak bo'lsin. Bu xosiyatli Navruz bayrami munosabati bilan peshqadamlarning bir yerga jam bo'lishimiz, ajdodlarning ruhini xush qilg'isi, avlodlarga umid, g'ayrat baxshatgisi va davomlashgisi. Men bu sorunni tashkil qilgan xalqimizning mardonlariga, ya'ni Miraj şirketining azimatlariga chin qalbimdan rahmat aytaman. Hammalarining umriga barkat, xizmatlariga muvaffaqiyat, hayotlari xotirjamlik tilayman. Rahmat. Qashqar xalqining salomiga rahmat. Endi ustoz shoirimiz
Tahir Talip Efendi'ni kızgın çavak ile teklif kılaylı. Assalamu alaikum. Moşundaq qutluk, xuşallıq günde men hemmeylerini bir küldüğüdek, hoş kıygıdek bir nərsə elip kəlgim bardı. Lekin üzemde ba nərsə onda bulmay qaldı. Şuna şunu qanda var şunu oxup berey. Mehman biz hemimiz moş dünyaga degan şiir. Siz mening mehminim, men sizga mehmon. Men sizga muhtojman, siz menga ba'zi. Sizda suv yetarlik, menda o't yolqin. Siz menga taqazzo, men anga ba'zi. Siz mening mehminim, men sizga mehmon. Bir yerda yursekmi şundaq hamisha. Ay kundek müküşüp yürüsekmi pinhan, yaşashning istiki o'rtaq hamisha. Siz mening mehminim, men sizga mehmon. Şunu men suvay, men sizga üzümni. Kim bile, etila kim ba kimim yok, görelmey kalamsız tehi yüzümni. Siz mening mehminim, men sizga mehmon. G'azidor bo'limiz baldur birimiz. Sizga mo boshqalar chiqar oq bog'lab. Shundoq o'chirasiz ketib turimiz. Siz mening mehminim, men sizga mehmon. Mehmon biz hammamiz mushu dunyoga. Mehmon biz, mehmondek üteyli dostlar, issiq nur berishib chigik dillaga. Tugide, rahmat. Endi ili xalqining o'tliq qizg'in salomini elib kelgan hozirgi zamonning Nasriddin Efendimiz, ustozimiz İsam Qurban aka bilan uning yetuk shogirdi Akramni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli No'ro'z ahli, No'ro'z bayramlar muborak bo'lsin. Bugun Ilidan İsam akam ikkimiz keldik. Yana Ablat Abdulla aka qadam tashrif qildi. Muhammadjon Rashid akamiz kesal sabab bilan azroq uzr qo'yib kelanmidi. Shunlashqa oldi bilan hammanglarga ili xalqiniki salomini yo'llab o'tay. Rahmat. Hamda bizningki ustozimiz bo'lgan Uyg'ur xalqininki hozirgi zamon Nasriddin Efendisi Hisam akaning og'zidan bir ikki latifa anglaydi. Qani marhamat. Assalomu alaykum No'ro'z ahli. Men hozir No'ro'z ahliga bir ikki latifa deb beray. Men Qashqarga bordim. Qashqarga o'yin qo'yg'ini berib, 3 parcha gilam olay deb bir gilamchining dukuniga kirdim. 3 parcha gilamni so'zlatsam 2800 so'm dedi-de, men 2100 so'm beray. Desem 50 so'mni elib qo'limga urdi. 50 so'mni qo'limga urgandiki 2100 so'mga beribdi-de deb o'ylabdim-a. Ma 50 so'm chuzu pulları bo'lib qolsin. Mishadan azroq mansla bo'ri bozori va chak berib baqamlar dedi. Biz imerce adamlar bilen Qashqarga o'yin qo'yg'ini bordik. O'yin qo'yg'ini borganda Ömercan dedi, "Mushu Qashqar tumanda yo'sin eqib ketsang, nereden chiqarsan sen?" dedi. Buni repetitsiya qilmagan narsa. Ve nima deding Ömercan desam, Qashqar tumanda yo'sin eqib ketsang, nereden chiqsa dedi. Eqib berib ilida uydagilarning chelikiga chiqama. Ben Süydün'ü verip kaldım. Süydün'de bir toyda yaş vaktimiz kattık içip mesop kaptım ha.
Şunun bilen südüğünün balları yine bir yerde toy var dedi o. Yer belirttim ben. Eğer ki Arak'ın küçüğü bilen yani alamet kız süttüm ben de. Kız bulup bu kimle üye desem. Hazır ki benim ayağımda koyuvetki adamla üyken de o. Kelip tıllar etme. Zemini kan bana tekkini koşuyor soldu ki. Bırınkı yol ki. Sert bir taz ki. Hep tıllar etme sakçının makinesi ekip koygan. İslam ki. Tazda tıllar verme. Onun dadam bulurdu deydi. Şunu da gelip öydikiler dedim. Bana tekkinin koşal olsan oldu ki. Bırınkı yol için sert bir taz ki. Sen taz olgan bile salafet çıktı deydi. Rahmat, İsamkam rahmat. Onda olsa hürmetli köpçilik memmu. İsamkamның avazını doğrap bir işkiler tepet berey. İsamkam bilen oyun koyup Janub Quba vaqtimizda bizden ait yaxshi kütüp aldı. Kütülüp çoğun bir sorun hazırladı. Hazırlagan ekan bir kishi İsamkamga şununda qarab o'tirib ketib, axiri yine kelib, "İsamkam men to'ndilimi?" degandi. "Ya to'ynamadim" dedi. Burun maşı Davutcan Nasır bilen bizning jutqa kelganda men sizni uyga ayrim bir chaqirib mehmon qilgandim. Sizning chaqchaqlarini anglagan, naqshi Davut ekanligini anglagan degan. "Yo, u chaqda men sizning uyga kirganda qilmadim, esimda yo'q" dedi. Umdaroq o'ylab baqsa shu chaqda qo'y so'ydim, to'qo so'ydim, beliq akeldim degan. "Yo, nim deydi, nedi? Qo'y yemedim, beliq yemedim men, esimda yo'q" deb maya qarab o'taganda. Bopda asrdan chiqib qapti. Shu chaqda men sildim ben münkoy qazab to'g'andis. To'xta, endi esim kelib o'tadi. İsamkamның burun bir ayali o'lib ketdi-da. O'lib ketdi-ki, bu ayolga ancha yig'lab qo'ymabdi. Yana 6-7 oy o'tgandan keyin bir eshik o'lib qapti-ki, shunda yig'lab ketdi-da. "Voy eshigim, harvini umdan so'rab etizga yaxshi mangdiga eshigim" deb yig'labdi-ki, qo'shnilar kirib, "Voy İsamka, nim qildingiz bu? Ayolingizga ancha yig'lab qo'ymadingiz. Bu eshak kim og'iz ochgan nadi vodis?" "Ahmoq, bizning ayol o'lib ketganda qo'shni qo'limlar rahbarlar kirib, "Savri qiling, sizga yana bir ayol ip birimiz" deb rahbarlik menga bir ayol ip berdi. Ma eshak o'lganga bir oydan aşağıda bir adam kirib eshak ip biray demaydi dedi. Ahırda yana bir latip deb beray. Ikkinchi dunyo urushida Sovet ittifoqida hamma millatlarni urushga qatnashtiribdi-da. Uzun okopni qo'labdi, qoral tutib yotadi ekanda, bir o'zbek bilan bir qirg'iz bir okop yotadi ekan. O'zbek maqtindi ekanda. "Mening vatanim paxtazorlik" desa Qirg'iz, "Mening japchashil joylar. At bar, kala bar, siyir bar, to'gi bar" deb maqtnavasa, nemisning tanklar ta kelib qopdi. Qirg'iz, "Vatan uchun" deb o'rinda qopsa o'zbek, "Ay Qirg'iz, yot, bu sening vataning emas. O'lasan senga o'q tegadi, yot deyman" des. "Mayli, o'lsam o'ldim. Alg'a" deb chiqibdi-ki, bir tal o'q uchib kelib, yampashning yerimini shilib akitibdi o'zbek. "Ay Qirg'iz, vatanim deb ko'taningdan ayrilding" deb. Rahmat ko'pchilik, rahmat. Ama G'uljining yana bir salimi voqean men o'qiydi. Hurmatli do'stlar, qarindoshlar, hammanglarning Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Aslida bugungi so'rinning sohibxonlari bu katta marakaga meni taklif qilgan ekan, lekin salomatligim yor bermay bugun bu so'rinda har biringlar bilan birga bo'lolmadim. Buning uchun intayin xijilman. Shundaq bo'lsa-mu sohibxonlarga tashakkur bildirish, ko'pchilik bilan g'oyibona didarlashish va Navro'z bayramini tabriklash maqsadida Navro'z dehqon bayrami degan oddiy bir parcha she'rimni talantli shoir Inim Muxtar Bug'roning o'qib berish uchun avatdim. Qabul qilishinglarni va meni o'zinglar bilan birga deb tushunishinglarni umid qilaman. Hurmat bilan Muhammadjon Rashidin 2009-yil 3-oyning 20-kuni G'ulja. Navro'z dehqon bayrami Muhammadjon Rashidin. Navro'z keldi shoirlar, qalamlaring taq bo'lsin. Yozar bo'lsang tasviri bir daftarga sig'maydi. Qo'shoqlarga qatqan deb etizlarni ehtimol, shoir kesi dunyodan avval dehqon yig'laydi. Ikkimizga gunohdir untilg'ini dehqonning. Qadoq bosgan qo'lidan yumshoq nonning chiqqini. Şunu dep yür tektingni nadin disi sehradin.
Biz bulaylı dehqonning qerindishi tuqqini. Chiroyliq et, o'ngliq et, naqshi esang cho'lpanla. Yaxshi andin cho'lpansan, etqan naqshang dehqonga. Ütelmeysen aka bol sınıqıdın səhranın, bulalmaysan cın çolpan moda naqşı etqanğa. Dehqan degen xızır xaq, padişah xaq, vəzir xaq. Kelkün kelsi, cüt kelsi aval yurtunu oylaydı. Quyuluğunu az emas qoymıçığı ularının, quyulsumu özleri emma xaqni qoymaydı. Qüvvet talqan degenler kirip çıkmaz yadığa. Oylamayda ezelden öz rızkıdın başkını, İki eğiz öy salsa bir eğizi mihmanның sehiliktir baharda uruk bilen çaçkını. Anlap kaysın baylamı, Nevruz namı bu yerden, körüp kaysın dehqanını yıraklardan kәgelle. Untumusun sehranı bir yılları seherden, aş tok çıkıp binemde aylap başak tergelle. Novruz degen dehqan bayrımı, Novruz etiz bayrımı, küçüp çıkar etizga mahaldin avatlık, Xızır degen sehrada, Xızır degen etizda, runak tapkan eside etiz bilen hayatlık. Qazını da qaynaydı, 9 xuruç Novruzның. Təsvirilsem, maqtısam, ilan mıdır dep qalmang. Çışqı doğru dehqanның etken eşi ezelden, işmegeller birçine, kiyin püşman yap qalmang. Rahmet. Yetuk tilşünasımız Abdurup Polat Efendi'ni teklif kılımız merhamet. Esselamu Aleyküm Nevruz ahli. Bugünkü dünyada Uygur bayada Nevruz kutlaması, Nevruz bayramı. Şu tapta Beijing Merkezi Milletler Üniversitesi'de mi Nevruz bayramı kutlanıvatıdı. Ben Beijing'de milli medeniyetimiz için hizmet kılıvatkan ilim ehlileri vakalatan şu sorunu teklif kılgan Miraç şirketi liderlerine Çin kalbimden rahmet eytimen. Böyle biz Beijing'de devamlı okuvatkan bir nakşinin tekisini okuyayım. Obal art teğeden bal kılgandı gün, nur imip illedi Uygur zemini. Çillidi alemge irpan horizi, Kaşgarlık Mahmud bu, İlimnin piri. Esirler koynada sınaldı divan. Alemni söydürdü onun kımmeti. 1000 yıllar ötüp mü unutulmadı hiç. Mucize yaratkan alim himmeti. Şunlaşka 2008 yıl ataldı dep Mahmud Kaşgari yılı. Dünyavi şarapet küldürdü elini. Yaşnedi şatlıktın Uygur'nun dili. 1000 yılga kut yene, 1000 yılga plan, eli kollarda igiz, evlatlar beside nusret cilvesi. Kaşgari vatanının abide ateşi, Mahmud bar Uygur'un mengü tik beşi. Rahmet. Şimdi Ateş yurtunun vekili, Peşkadem ustaz şairimiz Abduhalik Uygur şunas Muhammed Şaniyaz Efendi'ni İdqut halkının Novruzluk salamığı teklif kılımız. Merhamet. Assalamu Aleyküm hürmetlik Novruz ehli. Assalamu Aleyküm muşu danlık güzel oğan xuddi şahlarının ordusidek saltanatlik Miraç hasdarlık çeklik şirketinin muşu katta binasını vücutga keltirip kündün günge aydın ayga yıldı yılga berketlik sodu qilib diyarimizde tunulgan Miraç şirketin kurgan hürmetlik azimet Kerem Mahmut Hacımga hem Abduzahir Damıllacım başlık barlık payçıkla hektarlarga Abduhalik Uygur'un yurtu olan Üzümzar Vada güzel Turpan'daki her millet halkının ateş kaliplerden çıkan güzel tileklerini, kızgın salımını, hürmet, muhabbetini yetküzümen.
Ben muşu tapta intayın hayacanlık kalbim bilen muşu yurtimiz Ürümçideki cümleden bütün Şinjan'daki muşu dağındar Miraç şirketinin muşu şirketini kurulan azimetlerinin yaratkuçunun hidayeti bilen texmi köp ravaş tepip kündün künge yıldan yılga aydan ayga runak tepişini tileymiz. Heminize rahmet. Harbet Şahriyazcam rahmet. Emdi anı yazgıçılarımızın vekili hem Kumul halkının vekili Ustaz yazgıcı Ayşem Ahmet Hanım'ni anı yazgıçılarının Noruzluk salamığı teklif kılımız merhamet. Hürmetlik mihmallah. Hemmelerinin Noruz bayramıga mübarek olsun. Ben bu yaktan hesaplaganda Garipning, ayaktan hesaplaganda Şerikning tarixten beri bir dervası bolup kelyapatkan Kumul diyaridagi emgekçi Kumul halkının otluk salımını yollayman. Bugün ecdatlarımızdan davamlaşıp kelyapatkan annevi bir Noruz bayramı. Bu Noruz bayramı uzun tarihi ega bolgan, kollektivizmlik ruhga ega bolgan, milletimizni ittifaqlik, inoqlik, birodarlik, hamsuhbatlik, yana odamgarchilik asosida tarbiyalab kelyapatgan bir maktab bolgan Noruz bayramı. Bütün odamlar ve bütün canlıklar Noruz bilan ko'kligan, hem Noruz bilan gullagan, Noruz bilan yangilangan, Noruz alemning baxt onasi, Noruz şadlık ve baxtning xazinasi, Noruz odamlar qadrini namoyon qilguchi degan ta'rifotlar bilan ta'riflanib kelgan. Noruz bayramining xislatlarini aytib ko'p. Men bugun mayaga kelib bu xon saraylaridek yoki bo'lmasa podshohlarning saraylaridek silingan bu imoratni ko'rib ben xo'shal bo'ldim. Yani bu imoratni qurgan hojimlar guruhini ko'rib ulardan ben faxrlandim. Uyg'ur millatimizning ichidan mushundaq hojimlar, mushundaq tijoratchilar chiqib Uyg'ur millatimizning sohasidagi ruhini hem bu sahadagi kasbni gullantiryapti. Men bu avlodlarimizga rahmat aytaman. Hem Miraç şirketining buningdan keyin gullab rivojlanishi, taraqqiy topishi uchun oliy tiligimni bildiraman. Rahmat. Rahmat. Endi Aqsu xalqining salomini elib kelgan aziz kamni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Alımlar, ustazlar, hanımlar, hemminlarning Noruz bayramlari mübarek olsun. Aqsu'dan Tunyaz efendi bilan meni Muxtar Bo'g'ra efendi alaydan taklif qilib ekan. Tunyaz efendi vaqt yar bermay yetib kelmay qoldi. Aqsu xalqiga vakolatan, Aqsu'dagi mehnatkash xalqiga vakolatan men mushu Noruz bayramini tashkillagan olimlarga, Miraç şirketining qurg'uvchilariga ko'pdan ko'p Noruzlik salom yo'llayman. Hammalarning tinning salomat bo'lishini, ömrning uzoq bo'lishini tilayman. Xo'sh. Aqsu xalqining Noruzlik salomiga rahmat. Endi ustoz san'atkorimiz hem ijodkorimiz hem o'rinlig'ichimiz Eminjon Yusuf Hojim akamizni sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Seni beqib qo'shgan qatorga erishtirgan
Pesli baharga Seni bekleyip koşkan katarga Eriştirgen pesli baharga Yetiştirgen vesli didarga O senin atan, o senin anan Eriştirgen vesli didarga O senin o senin anan Emdi onun gözleri xire Bilih yad et bana almay yürek Emdi onun gözleri xire Bilih yad et almay yürek Yokluğumdan hürmette birek O senin atan, o senin anan Yıllar uzar, yaşlı bin öter Sinni ömür hazan-ı küter Yıllar uzar, yaşlı bin öter Sinni ömür hazan-ı küter Haddimle onu başında küter O senin atan, o senin anan O senin atan, o senin anan Emincan Yusuf bacım kamga rahmet. Men elip çıkan bu moyspit atımız bizning hozirgi zaman peshqadam ustoz adabiy tarjimonimiz Lo'shunshunos To'xtibaqi Artish akamiz bo'ladi. Bu akamiz 100 yoshga yaqinlashish oldida bizga No'ruzlik sovg'a sifatida mehmonlarga tunigun nashrdan chiqqan Ko'ngildan ko'ngilga yo'l nomli kitobini No'ruzlik sovg'at qilib olib kelibdi. No'ruzlik sovg'asiga rahmat. Mehmonlarimiz qaytish oldida bayatın imzo qo'ygan o'rindan To'xtibaqi Artish akamizning No'ruzlik sovg'asini olib ketishini unutmayli. Rahmat. Merhum rahmetlik atımız, rahberimiz Ahmetcan
Kasimi Efendi'nin kızı. Doktor hem doktor bizning tabiiy fan olimlarimizning vakili Adalet Kasım Hanım'ni bir ishki qiz No'ruzlik salom berishga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum so'rin ahli. Men oldi bilan hammamizningki o'zim shuning ichida bizning ulug' No'ruz bayramimizni tabriklash bilan birlikda avval opam Maynur xonimning salomini hammalarga yetkazmoqchi. Opam bugun uyda mehmon bo'lib qolganligi uchun, ya'ni o'xshashlar bizningki Açsınlar, No'ruz bayramını sizden uyunuzda ötküzümüz deb talep qilganligi uchun uyda mehmon bo'lib qo'yib kelamidi. Men bu salomni yetkazishni havola qildi. Hammasininki bayrami muborak bo'lsin, hammasining salomatligi yaxshi bo'lsin, hammasini Alloh o'z nazarida obdan saqlasin degan salomni minglarga yetkazdi. Rahmat. Endi baytin so'zlayotganlarning hammasi ijtimoiy fan yoki ya'ni so'zni tadqiq qildiganlar so'zlab keldi. Endi bayta men deyapman, biz tabiiy fanchilar yengimizni turib ish qilsaqli bo'ladi. Endi bu yerga gap qilishga mening tilim qisqa, gap qildiganga so'z boyligim intayin oz. Faqat mening demoqchi bo'lganim bu Miraj yemak şirkatninki bugungi mushu faoliyatni o'rinlashtirishidan men o'ylayman, mening mushu so'rin qatnashgan hammamiz intayin xush bo'ldik. Bayta nurg'un odam buni deb o'tdi. Endi bizning texnik xo'sh bo'lganimiz bizningki butunlay zamonaviy, nihoyatda saviyalik, mushundaq bizningki madaniyatimizni, bizningki qinimizdagi bak güzellik bo'lgan intilish bilan bizningki butun yer shardagi hamma xalq intildigan yemaklikka birlashtira olgan mushundaq bir mirajniki bizning malika qolganligi bizni ham xush qildi. Mushu Miraj do'stlik saroyiga mashaga o'rinlashgandan keyin balki mashada kutuvchilar bilishi mumkin. Agar azbra xudo deb qo'l elishib kelsanglar, kunda degidek tushda bizning doktorxonaning, bizning maktabning odamlari mashada oziqlandi. O'zinglar bilasizlar, hozir bizningki yangi zamonda bizning ishki o'lkalar bilan, chet ellar bilan, butun dunyo bilan bo'lgan aloqamiz cho'nqur qo'yiqlish orqali bizning yurtimizni gullanayotgan vaqtda bizning maktabga bir kunda keladigan mehmon Amerikadan tortib Afrikagacha, Bejindan tortib Shizanggacha hamma yerdan odam keladi. Ham o'zimizningki Xinjiangning hamma yerdan odam keldi. Biz kelgan mehmonlarning mutlaq ko'pchiligini mayli hukumatning mehmoni bo'lsin, mayli ma'lum bir kichik kollektivning mehmoni bo'lsin yoki shaxsiy mehmonimiz bo'lsin, biz asosan mashaga kelamiz. Bu kelishimizning sababi bu o'rin bizningki millatni, bizning Xinjiangningki mohiyatini butun dunyoga tanishtirdi. Ikkinchi sababimiz bu kelganda burunqidek qo'saqni to'yg'izish emas, huzurlanib oziqlanish. Üçüncü jihatdan aytganda biz butun dunyo xalqiga biz mushundaq o'zimizning go'zal yerlarda nihoyatda o'lchamli tomoq yeganligimiz uchun bizning Xinjiang xalqi kelganda burunqidek qo'saqni to'yg'izish emas, huzurlanib oziqlanish. Üçüncü jihatdan aytganda biz butun dunyo xalqiga biz mushundaq o'zimizning go'zal yerlarda nihoyatda o'lchamli tomoq yeganligimiz uchun bizning Xinjiang xalqi jo'g'rafiya sharoiti intayin nachar, iqtisodimiz taraqqiy qilmagan bo'lsa-mu biz yana go'zal yashay oldik degan narsani muayyan qilamiz. Endi yana birsi eng qisqasi oddisi bizga intayin yaqin. Biz masalan Ardacho'ziga, Yangi yo'liga yoki boshqa o'rinlar berish uchun bizga qatnash kerak, bizga vaqt kerak. Ammo bizda buning har ish kelisi ba'zi vaqtlar qisqa bo'lib qoldi. Shuning uchun bizga nisbatan aytganda ikki bekat yo'lni berib oziqlanish, mehmonlarimizni oziqlantirish qisqa vaqtda biz yetmoqchi bo'lgan maqsadlarga asosan yetish uchun bu so'rin bizga jiq yordam qildi. Endi bugun shu so'rin orqali bular o'zlarini tashviq qildi, bularni texmi ro'naq topqisi. Men o'ylayman, bizning Uyg'urda bir gap bor, yomg'ir bilan yer ko'kirdi, duo bilan erdaptika. Endi Kerem hukümimiz ve uninki sheriklari bugungi mush so'rindagi kishilarning duosi bilan texmi gullab ketadi. Ham mushuni mangu saqlab qilib, biz va bizning keyingilarni mehmonlarni davomli mashaga yo'qlash akilishga texmi gullantirishinglarni umid qilaman. Rahmat so'rin ahliga. Doktor Adalet Xonimga rahmat. Endi biz ekranlarimizda anallarimizning obrazi bo'lib, hammamizda anığı boğan muhabbetini köstüvatkan pişqadam sanatkarımız Zunun kız adamını işki kelime No'ruzlik sözüge teklif kılımız merhamet. Assalamu alaikum.
Bugünkü muşu Noruz bezmige qatnaşqan peshqadam xonimlar, apandilar, hammanglarning Noruz bayrami muborak olsun. Bugün men muşadga o'tag'an ayollar vakolatan bütün Avtonom rayonimizdagi cho'ng kichik ayollarga Noruz bayramini tabriklab salom yo'llayman. Hem bugünkü sorunni uyushtirgan Miraj şirketidagi hojimlarning teniga salomatlik tilash bilan ularning bosgan izlaridan gullar unsin. Oilalari xotirjam bo'lsin. Bu Miraj şirketi bütün dunyoga nam chiqasin. Anımızga rahmet. Sorunumuzda bir-birimizden katta, bir-birinden töhpikar, bir-birinden isil atıllarımız var. Ula nurgun ügütle, nurgun hikmetle bilen tolgan. Ularni bir-birlep teklif kılsak bizning arzuyumuz idi. Ama peshqadamlarning vaqti, dam olishini her xil ishlarni ko'zda tutib, biz peshqadamlarning hammasini so'rin bir-biridan ichqanmaganligimizga Miraj şirketi sizlarga hijolatchilik bilan salom beramiz. Hamma peshqadamlarga, hamma ustozlarga vakolatan, hamma mo'ysipitlarga vakolatan peshqadam rahbarimiz Yusuf Aysa akini ikki kalima No'ruzlik so'ziga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum yo'ldoshlar. Bizning qadimgi ustozlarimiz, olimlarimizning bir so'zi bor. Ustaning oldida qo'lingni tat, ustozingning oldida og'zingni tat deb. Men burun sizning hin birim bo'lgan bo'lsammi, bugun yig'in qatnashganlar hammasi meningdan oqsoqol, saviyasi yuqori, hurmatlik, bilimli yo'ldoshlar ekan. Shunga men gapimay tesh o'tiray degandim. Lekin yo'ldoshlar bilan birga bugun bu bayramimizga qatnashib, men yo'ldoshlarga o'xshash do'ppini kiydim. Men xeyli uzun bo'ldi do'ppi kiymaydigan. Bugun do'ppini kiydim, xiyolimda o'zimga xil qilmashdi, yarashdi. Yana birisi No'ruz ishini ishgandan keyin, bu No'ruz ishi menga ta'sir qildi. Yana birisi yo'ldoshlar so'zlagandiki, yo'ldoshlarning so'zlari menga ta'sir qilib, menga biroz ilhom keldi. Shunga endi boshqa vaqtlarda so'zlab, bu o'zimizning No'ruz bayramida so'zlamay o'tirsam biroz endi beyapuqaqdak xijilib o'tirib, ammo oxiri ikki og'iz gap qo'yay deb menga chiqdim endi. Menmi yo'ldoshlarga o'xshash zo'r xushallik bilan o'zimizning No'ruz bayramimizni qizg'in tabriklayman. Shu munosabat bilan Avtonom rayonimiz Şinjandagi No'ruz bayrami o'tkazgan har millat xalqiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman, bayramingizdan tabriklayman. No'ruz bayrami haqiqatan bu intayin ahamiyatli bir bayram ekan. Bu tabiat bayrami, madaniyat bayrami, ishlab chiqarish bayrami. Bu bayramni yo'ldoshlar yuqorida Emin Tursun peshqadam akimiz buni avtonom rayon rahbarlikka inkos qilib, bu bayramni maxsus mashna o'tkazadigan, hukumat e'tirof qilib, maxsus o'tkazadigan bir bayram o'rinlashtirib olsa degan taklifni qildi. Men bu taklifga qo'shilaman. Ham yo'ldoshlarmi hozirgi boshliqlar bilan yaqin o'tadi. Men ular texim yaqin o'taman. Burun birga ishlagan, hozir demasammi, telefon bersam ha deydi ular. Mana o'g'ankan yo'ldoshlarning fikrini men yetkazaman. Endi mushu masalada sizlar Alham Ahmad, sizlar bir yozuvchi o'g'ansiz, obdan bir dolilik materialni yozib, yugungning tag'ini yutishi ayni vaqtida Xudoning ta'sirlantirgan bo'lsa, bizning bu taklif fikrimiz hozirgi boshliqlarni ta'sirlantira oladigan
ayya xinxo deydigan mundaq bir saviyada bir dokladni yozib chiqsangiz, men an bularni izlab yurib buni bir hal qilsak, voy nihoyat yaxshi fikr oldi. Bugun mundaq o'ltirib qarasam, bizning nurg'un pish qadamlarimiz shundaq bilimlik. Bular biz millatimiz uchun, davlatimiz, avtonom rayonimiz uchun zo'r boylik qadamlar. Manda qarasam bu yo'ldoshlar yoshga cho'nglab ketibdi. Chechi aqrib ketibdi, tishi sag'rib ketibdi, ba'zi kasallar giribdi qolibdi. Endi bularni qutqizish intayin muhim masala. Ömrini uzartish intayin muhim masala. Shunga bu jihatda bütün jamiyat ko'ngil bo'lsak, tashkilmi, ya'ni hozirmi ko'ngil bo'lyapti, bundan keyin bir texmi ko'ngil bo'lish masalasini bir o'ylab ko'rsak. Bu jihatdami tashkiliy ahvolni bir inkos qilib olsak o'qidik. Bo'lmasa bu jon degan Xudoning jon Xudoning deganiga odatlik ishinibdiman. Mushu Yeshoyanda Sulaymon doktor deb shunda bir yosh doktor bo'ldigan. Hamda 60 yosh kirgan. Bu naqsh aytib dutor chala oladi. Naqsh aytib dutorni chalsa, birinchi misrasi bulbul to'la sayraydi davanchingning qo'lida, o'lmayman degan bilan jon Xudoning qo'lida deb tarang chaldigan. Voy bu nima deganing desak, voy Yusuf aka, endi jon Xudoning qo'lida, mush davanchingni maynaqsiga deb. Bu o'tgan yil kasal bo'lib vafot etdi. Uning vafot bo'lishini hech kim o'ylamagan, teni shunda saqdi. Demak bu jon degan, bu obdan saqlamasak, o'zimiz tirishmasak, Xudoyimning qachon og'iz kelsa shu kamda oladi ekan. Endi Xudoni ta'sirlantirish, astaroq elish uchun qanday qilishimiz kerak? Jonni asrashimiz kerak. Xuddi pulni iqtisod qilib ishlatganga o'xshash, jinimizni iqtisod qilish kerak. Hagiz jinimizni isrof qilsak bo'lmaydi yo'ldoshlar. Jon degan mo'yliq normalik. 30 yil biz ashni normalik qilib kunda bir jin ashaydigan jinimizni xuddi shu bir jin ashagan iqtisod qilib obdan asrab uzun umr ko'rishga hammamiz tirishsak. Jon Xudoning qo'lida, Xudo qanday qilib shunday qildi desak, Xudo andan obdan tutmasak jinimizni, isrof qilsak, yaxshi o'tkazmasak, mana apkasim ap ketadi. Shunga shu jonni asraydigan, uzun umr ko'radigan ishni doktorlarimizmi xizmatni texim obdan ishlasak, avay bir Joshu xonim, Adolat xonim bormi? Bu bundan keyin shu yashanganlarni davolab ömrün uzartish masalasini shu endi yanjang bakang bu yerda obdan bir o'ylasak o'qdik. Birsi tashkilmi o'ylasin, jamiyat ko'ngil bo'layli, bola chaqalar ko'ngil bo'layli, yana birsi o'zimizning jinini o'zimiz asrayli. Bu masalani aytmoyim. Yana birsi bu yo'ldoshlar bir boyliq. Bu yo'ldoshlarning boylig'ini qizish ishini obdan o'ylamasak o'qdik. Bu yo'ldoshlar nerq olamga ketkicha hamma insonga foydali boyliqlarni mushayada qoldirib ketishini umid qilamiz. Endi qoldirib ketish uchun birsi o'zi tirishish kerak, yana birsi bu jamiyat tashkilini bir amal topmasa qo'moqdak. Abaya nimaniki Vulyanning jushisi hetam jurung'imi dedim. Silmo hetaxun endi mushayat o'ylab qo'yildi, sayvoy bo'ldi, yaxshi gap bo'ldi dedik. Bu nayt yaxshi. Endi bugungi sorunni o'rinlashtirgan bu Miraj Uyg'ur taomlari, tamoqlari sherkiti bugun nayt yaxshi ish qilibdi. Savobli ish qilibdi. Yilning 5'ida savobli ish qilsangizlar, oxirgacha savob topasizlar. Bu savobning foydasi kelayil mushu kamgacha mushu kun 1 yillik rolini joriy qiladi. Bundan keyin ishingizda texmi ro'naq topadi. Endi bu yerga kelgandan keyin hammamiz xush bo'lamiz. Biz Uyg'ur millatimi qolgan millatlarga o'xshash tarixiy madaniyatimiz, hozirgi madaniyatimiz, tarix ham zamonaviy madaniyatimiz va san'atimiz va millat.
millet. Hiç nimeni kılamaydıgan millet emas. Kolumuzdan her iş kilidi. Hazır mana muşu işlerini kılışımız bizning ota-bobolarimizdan qolgan ilg'or texnika ilg'or san'at naqsh deymiz buni, shunaqmi naqsh san'ati. Yana birisi endi hozirgi zamonaviy bilan qadimqini birlashtirgan. Ammo shunda amalga oshirishda birisi partiyaning to'g'ri milliy siyosati qo'lingdan kelgan yaxshi ishni qanchalik qilasan, shunchalik qilsang bo'ladi. Bu yo'ldoshlar partiyaning milliy siyosatidan to'g'ri foydalangan. İslahat echib etish siyosatidan to'liq foydalangan. Beadil echib qolmasin, Malayziyadan do'konni ochxona echibdi. Bu nega berib qilsa bo'ladi. Bu nayt yaxshi. Birisi siyosat yaxshi, yana birisi biz an'anamizni joriy qildirgan, o'zlari tirishgan. Yana birisi mush otish ruhi. Otish ruhi bu nayt yaxshi. Men shunda o'ylayman, agar Xinjiangdagi bizning asonliq millatlar bo'lib Uyg'urlar otishning ruhidan yerimidan foydalanadigan bo'lsa, biz allaqachon boyib ketamiz. Ba'zilar otishni ko'zga ilmaydi, voy otish andaq mandaq deb. Mening so'g'anma otishni men yaxshi ko'rim. Otishning odamlari birinchisi kallasini ishiltadi. Bu ishni qilammi, qilmaymi? Foydasi bormi, yo'qmi? O'ylab bir ish qiladi. Ikkinchisi jafo mushaqqat chidab ishlaydi. Uchinchisi o'zaro yordam qiladi. To'rtinchisi tirishchanlik, iqtisodchilik bilan ish qiladi. Bu mening o'ylaganlarimda shu otishni odamlar har ish qilsa o'ylab qildik. Otishning atrofi hammasi mana nima? Soy. Aşağı kirgan kimlar bir anda baq. Bu otish xalqiniki jafo mushaqqat chidab ishlaydigan ruhining bog'lig'i. Yana birisi bular ma'rif ko'ngil o'ladi. Tulxutimi bolasini o'tir maktabga o'qitadi. Yerda savodsi yo'q, yerda divani yo'q. Shundaqmi? Yana birisida andan bular o'zaro yordam beradi. Men shu ishkirsiga olsam, 1,5 kun vaqt chiqarib, ishkirsiga berib ishlayotgan savdogarlarni yo'qlab qo'yma. Qanday qilding? Ziyon tatqini, chataq tapqini boshqa yurtlar bizning yurtdan bo'lgan. Endi otishdan ziyon tatgan birimi yo'q. Hammasi foyda olgan bular. Otishlikni foyda oldi. Masalan bizning turpanni oldigan bo'lsak, shuncha jafo bilan uzumni ishkirsiga apirib tatib, pulni yig'diganda o'z yig'may boshqa birsini yig' deb, ashuni hisob qo'ydik. Shuni u pulni yanchiq hisob kech ketdi. Aldam qo'shiraydi. Oxir bir yig'lab qaqshab nurg'un taraflari bor. Hatto men mush otishga berib, ba'zi erlari ishkirsiga sodiga ketgan, chet elga sodiga ketgan ayollardan so'rab, yo'ldoshingiz bormi desa, bor deydi. Qayerda desak, ataganda nima Qashqarga ketgan, bozorga ketgan. Hagiz boshqa yerlarning ayollari bo'lgansa, erin qayerda desa, voy er ketgan 3 yil bo'ldi, bizni unutib qoldimi, nima bo'ldi, xatmi yozmaydi. Oxiri odam omdan bo'ldi, yomon bo'lsa chataq chiqirdi. Otishning ayollarimi? Yo'ldoshingiz, yo'ldoshim bor, ataganda Qashqarga ketgan. Hagiz Olmaotaga ketgan demaydi ekan bular. Mashunchil. Shunga men otishga qo'l qo'ydim. Otishning ruhi bo'ldigan bo'lsa, otishdek o'ylab, otishdek ishlasa, bizning xalqimiz xeyli burilib boyib ketadi. Shunga men bularning shunday yaxshi ishlashida partiyaning siyosati, o'zlarining tirishchanligi, milliy urf, odat, san'atimiz, otish ruhi birlashtirilgan. Bugun keldik, bir kun shundan obdan huzurlandik. Bugun dasturxonni obdan tayyorlabsizlar. Buning uchun cho'ng rahmat. Bundan kimmi buni unutib qolmay, odamgarchilikdan davomli bo'lib turdi. Sizlar uchun mandaq ko'pchilikni bir qatim mehmon qilmoqmi anchalik ketmaydi. Shunga kelayilnikinimi buningdan cho'ngaroq tayyorlik qilishingizdan umid qilaman. Unda bo'lsa yo'ldoshlar rahmat. Endi men shu otishlikni yaxshi ko'rgandan keyin yaqinda men o'g'limga bir otishlik qizni apadim. Otish bilan tuqqan qoldim.
Şonun nima o qizga asho nimaga qudulag'i dedim sil atishdik ekanmiz. Ama atış rolini jari qilib, texmi bir ruroq deb baqina degan voy bo'ldi deb hozir ayt obdan ishlayapti. Yo'ldoshlar rahmat, hammamizning teni salomat bo'lsin. Bo'libmi shu yashangan ustozlarimizning, pishqadamlarimizning tenining salomat bo'lishini, ömrünün uzun bo'lishini, turmushining baxtli bo'lishini, oxirgi umrini yaxshi o'tkazib, texim zo'r to'plan yaratishini chin ko'nglimdan umid qilman. Ham biz shundoq ularning xizmatini qilish uchun tirishimiz. Yo'ldoshlarga rahmat. Üspeysa akamga rahmat. Barliq atalarga vakolatan biz avlodlarga intayin ma'nilik, yaxshi nasihat qilganiga rahmat. Yana bir qitim rahmat. Biz hozir Üspeysa akamizning talebi bo'yicha peshqadam tadqiqotchimiz ustozimiz Abdushukur Turda apandini ikki kalima No'ruzlik so'zga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Bana söz bergin için rahmet. Benim artık sözüm yok. Endi bugünkü sorunda meşayedeki No'ruz ahli peshqadamlar, Ziyallah, ayallah hammadan cem bo'pdik. Didar g'animat. Maşındaq bir sorunga cem bo'lganligimiz uchun men intayin xursandman. Bu xursandlik bahar xursandligi, bir qarshilik didar xursandligi, cem bo'lgan xursandligimiz. Men endi to'la so'z qilolmayman. Men shoir emas. She'rni o'qimayman. Ammo ba'zida kishi xo'shal bo'lganda yoki xafa bo'lganda qilgan gaplari she'rga o'xshab qoldigan o'xshaydi. Shuning uchun men peshqadamlarni bizning aramizdan ketgan rahmat eslab qolaman berdi. Eslab mandaq bir narsa degim keldi. Bug'dug'i o'xshitiman ajdodlarni. Manglayda qat-qat qo'riq, beshida qar, ko'ksida iqib bitmas qaynan buloq, etigi mangu sulmas kulgan bahar. Taqla tog'dan makon tutib turib, timisqab tog' ko'ksini ko'laydi ekan. Taqla buloqdan suv ichib turib, lash bilan suv yuzini bulg'aydi ekan. Taqla o'zlarini bulbul dermiş. Ömrü namaşçamda kavga samak, çaşkalla körenleşmiş tağteştim dep, unundan kavgan miras sestik bayak. Ama tağ kaddi mengü pükülmeydi. Kargayla yapraklar tökülmeydi. Bulakla örkeşlerdi derya bulup, ecdatla yazgan tarih kömülmeydi. Abdushukur kamga rahmat. Salomat olun. Endi ustoz ana san'atkorlarimizdan Rabia Muhammad Hajim apimiz, Jamila Qurbon xonim, Tunisa Salohiddin appay, Risolat Hofiz appaylarni sahnimizga taklif qilamiz. Marhamat.
Atıla, anıla, sizler salamet olunla, ömrünle uzun bolsun. Atıla bulmasa üyümüzde bereket olmaydı. Daskınımızda, töylerimizde sizler tağdek yürek olup oturup durunla. Anılarımız salamet olunla, ömrünle uzun bolsun. Sizler üyümüzde bulmasanla, bizge yetimlikning derdi üyümüzde boran uçudu. Emdi atıllarımızı, anılarımızı Miraj meşrifeki takip kılımız. İzbasarınla İsa Bek'nin oruluşuda Miraj meşrifeki emmeyle merhamet. Allah'ın tileymen, bir Huda'dın tileymen, bir Huda'dın tileymen. İnsavi yok benden, insavini tileymen, insavini tileymen. İnsavi yok benden, insavini tileymen, insavini tileymen. Detmegen Huda, detmenge detmegen Huda, detmegen Huda. Şıçıladetni birip, esile begen Huda, tübile begen Huda. Detkile vay detkile, adetkegenni kim bile, detkegenni kim bile. İşkini suya dediğini yaratan Hudayım bile, yaratan Allah bile. Atışnem yılı yaman, kuşuydu otun saman, kuşuydu otun saman. Tadım bal bilmeydi vay emmidin köyük yaman, emmidin köygen yaman. Hütbedige çamlaytım, hütbedige çamlaytım, çaldırgan benim yarim, çaldırgan benim yarim. Rast sözüm etsam çok, rast gepim etsam çok. Ecep kıynaldı bu canım, ecep kıynaldı bu canım. Oy, ecep kıynaldı bu canım. Gece yatayım gam bilen, gece yatayım gam bilen. Gözüm yaşinem bilen, gözüm yaşinem bilen. Kaçan mı görüşemiz, kaçan mı görüşemiz. Mihribanım sen bilen, mihribanım sen bilen. Oy, mihribanım sen bilen. Barlık ustazla, anıla, Miraj şirketinin daskını silahı 365 gün, hiç gündüz oçuk. Biz silahının davamlılık Miraj'ın daskını mehman buluşunlarını teklif kılımız. Vakit münasebeti bilen
Bugünkü No'ruz faaliyetimiz meşede ahırlaştı.